Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 4-avgust onam tug'ilgan kuni bugun ham. 4-oktyabr to'y. 4-oktyabr soat 12dagi reysimiz Yorqinbekka turdik. 25 minut hamma asabni tugatib. Nima deysiz? Taksimiz kech qoldi. Kech qolmang deb tavsiya qilasizmi? Ishonarlimi? Opa ishonarlimi? Ishonarli ekan. Bu vaqtda zakaz qilsalaring qiynalmay ketasizlar. Bobur aka, yarim soat kech qolgan hisobga olmaymiz. Ko'rdingiz vaziyatni. Mendan emas ayb, to'g'rimi? Ishonarlimi? Jafar, Jitsa Ильичевка, да? Земляшка мой. Надежный? То, что заказал, это твое место? Все. Azamat joyingiz yoqdimi? Ishonarlimi? Tavsiya qilsarzydimi? Namangan. Nima deb qo'yasiz? Yoqdimi joyingiz? Qudrat aka? Dilshod aka. Qudratdansiz u baribir. Nima deysiz? Ha, Yaxshi, zo'r. Hamma yo'q joyida. bo'pti. Plus minusi bor, ha? Bahrom aka nechta joy oldingiz? 5 ta. Ishonchli Tavsiya qilsa? tavsiya qilsa bo'ladi. Yarim soat kech qolgan kimning aybidan? Mendan emasmi ish qilib? Tavsiya qilsa arziydimi? Yolg'on narsa yo'qmi? Kamchilik bormi? Aziz aka, nima deysiz? Kech qolmang deb aytib qo'yasizmi? Mana shu narsada. Asad aka, kurtkang yeching, ha? Shokir aka, siz bir narsa deng, sizga bo'la turdik. Yana Yorqinbekka bo'la, keng. Kechikmaylar kelaverasizlar 12ga. Ashi 12da yurlar ekan bu aytgan vaqt. Taksiga chiqmasini aytib qo'y. Kechikmaylar. Qiz bola taksida keldingizmi? Shuning uchun kech qoldik-ku. Urishamaganam. Asad aka nima deysiz? Menga o'xshagan go'shtli sizda to'mpayib o'tiribsiz a? Ishonarlimi? Tavsiya qilsa arziydimi? Sherzod aka? Klientlar aytadi. Bu klientlar hammasi o'zining odami deydi. Har bittasini siz buni qaydan biladi deydi. Kunduzi gaplashgandan keyin ismi yodda qoladi-da, to'g'rimi? Tavsiya qilsa arziydimi? Ishonchliman asosiysi. Bo'ldi, sog' salomat yetib olinglar. Raqam profil